O'rtoqlar, Hasanboyda joylashgan Hasanboy lag'monlariga kirdikda mazza ijodiy jamoa bilan obedlanib, vakatsiyadan to'g'ri foydalanish maqsadida syomkani ham olyapmiz va davom etyapmiz. Hop. O'rtoqlar, demak, o'tkir tergovni bu safargi nomini aytmoqchiman sizlarga. Bu safargi sonining nomi xiyonat. Husan hamda Xurshid o'rtoqlik bo'ladi ular. Va qarabsizki, Husan menman, Xurshid mana va syomka qilishyapti. Demak, Xurshid o'zining o'rtog'ining xotiniga ko'z olaydiradi. Va natijada buni Husan bilib qoladi va o'rtog'ini chavaqlab o'ldiradi. Astag'firulloh. Va aytish mumkinki, do'stlar, bu real voqealarga asoslangan, hamma sonlari real voqealarga asoslangan va bu soni ham haqiqatdan hayotda bo'lgan ekan. Ming afsus. Xurshid tezda ishini bitirib ortga qaytmoqchi edi. Biroq u o'z ajali tomon borayotganini bilmasdi. Oradan yarim soat o'tar o'tmas uning o'ldirilganligi haqidagi xabar ota-onasiga yetkazildi.